Assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz. Boshlashdan oldin katta iltimos, meni ko'rayotgan bo'lsangiz, podpiskani bosinglar. Podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi. Iltimos, shuni bosib qo'yinglar. Moskva hamda Moskva oblasti va Sankt-Peterburgdagi hamyurtlarimizga 10 yillik stajiga ega ishonchli dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Registratsiya va uni продление qilish, трудовой договор, уведомление, spravkalar, проверка bazalar xizmatlari mavjud. Muhim eslatma, Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiya qilmaganlar zudlik bilan ushbu xizmatdan foydalaning. Hoziroq ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki WhatsAppdan yozing. Diqqat, tezkor xabar. Rossiyada soxta registratsiyachilar qo'lga tushdi. Assalomu alaykum qadrli mehmon, videodan to'liq xabardor bo'lish uchun videoga like va podpisatsiya tugmalaridan bosib qo'ying. Rostov viloyati politsiyasi chet el fuqarolarini firibgarlik yo'li bilan ro'yxatdan o'tkazish sxemasini fosh qildi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligining mintaqaviy boshqarmasi xabar berdi. Agentlik ma'lumotlariga ko'ra, Rostovda ko'plab migrantlar ro'yxatdan o'tgan ikkita manzil aniqlangan. Biroq muhojirlarning registratsiyasi faqat qog'ozda bo'lib, ammo aslida ular u yerda yashamagan. Tergov xabariga ko'ra, sxema 2025-yil va 2026-yillar oralig'ida faoliyat yuritgan. Bu vaqt ichida mulk egalari 146 kishini ro'yxatdan o'tkazgan. Hozirda mulk egalariga nisbatan chet elliklarni soxta ro'yxatdan o'tkazish bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilgan. Qonun bunday qoidabuzarliklar uchun 100 ming rubldan 500 ming rublgacha jarima, majburiy mehnat yoki 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosini nazarda tutadi. Bundan tashqari 6 nafar chet el fuqarosi sud qarori bilan Rossiyadan chiqarib yuboriladi. Yana bir migrant mamlakatda bo'lish qoidalarini buzganlikda ayblanmoqda. Tergovchilar ushbu kvartiralarda ro'yxatdan o'tgan barcha odamlarni aniqlash bo'yicha ishlarni davom ettirmoqda. Ularning registratsiyasi bekor qilinishi va o'zlari javobgarlikka tortilishi mumkin. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putin Rossiya Federal xavfsizlik xizmati talabi bilan aloqador vositalarni bloklashga imkon beruvchi qonunni imzolagan. Hujjatda aloqa operatorlari prezidentning normativ-huquqiy hujjatlarida belgilangan holatlarda uyali aloqa va simli internetni cheklashi shart bo'lishi aytilgan. Bu choralar mijozlar bilan tuzilgan shartnomalarni buzsa ham blokirovkalar uchun aloqa operatorlarining javobgarligi olib tashlanadigan bo'lgan. VPN ishlatish jinoyatmi? Bu mavzu atrofida ko'p shov-shuvlar bo'ldi. Sababi Rossiya Ma'muriy huquqbuzarliklar kodeksining kiritilgan o'zgarishlardir. Yangi qoidalarga ko'ra, VPN orqali Rossiya hududida taqiqlangan materiallarni qasddan qidirish uchun javobgarlik belgilangan. Jarima miqdori 3 ming rubldan 5 ming rublgacha. Ushbu o'zgartirish 1 sentyabrdan kuchga kirdi. Ayni paytda Rossiyada 5,5 mingga yaqin taqiqlangan materiallar mavjud. Agar shaxs VPN yoqib shu materiallarni ataylab qidirsa, ma'muriy javobgarlikka tortilishi mumkin. Muhimi, VPN ishlatishning o'zi jinoyat emas, ammo VPN orqali taqiqlangan materiallarni qidirish mumkin emas. Shuning uchun agar huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari sizga bosim o'tkazmoqchi bo'lsa, shoshilib aybni tan olib hujjatlarga imzo qo'ymang. Avvalo o'z huquqlaringizni bilib oling. Yana bir muhim jihat, VPN xizmatlarini reklama qilish taqiqlangan. Buning uchun 50 ming rubldan 80 ming rublgacha jarima belgilangan.